Bizi doimiy mijozlarimizdan biri Yosinjon aka bizdan bugun 3-marta moy xarid qilyaptilar. Marhamat. Moy haqida ikki og'iz fikringiz. Moy haqida meni fikrim 3-marta almashtirdim. Moy juda ham sifatli. 8000 kilometr yurdim. O'sha aksiya bo'yicha, ya'ni bitta Uniopol moydan xarid qilgan insonga bitta aksiya sovg'a sifatida qo'shib beriladi. Marhamat Yosinjon aka, xohlagan sovg'angizni tanlab olishingiz mumkin. Mana shuni olaman. Menga juda kerak edi. O'sha gap o'rtoqlar 31-yanvargacha aksiyalarimiz davom etyapti, shoshilib qolinglar. Xo'p, hozir servisga keldik. Endi jarayonni birgalikda ko'ramiz. Biz obunachilarga maslahatingiz. Obunachilarga maslahatim, men Uniopol moyi sifatli bo'lganligi uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Bizga ham tavsiya qiladilar. Obunachilar sizlarga ham tavsiya qilib o'tadilar. Uniopol biz bilan to'xtab qolmaydi.